Hurmatli o'quvchilar, 9-dars va mavzuyimiz Ni儿子在哪儿工作? Ni儿子在哪儿工作? O'g'lingiz qayerda ishlaydi? Yangi so'zlarga qaraymiz. Birinchi so'zimiz baba, baba, dada. 医生, 医生, shifokor, 医院, 医院, kasalxona, 椅子, 椅子, stul, 猫, 猫, mushuk, gov, gov, kuchuk. Xo'p, keyingisi 小猫在哪儿? 小猫在哪儿? Ya'ni mushukcha qayerda? E'tibor beramiz, narni ustida 3-ton turibdi va agarda narni ustida 3-ton keladigan bo'lsa, bu qayerda deb tarjima qilinadi. 小猫在那儿, 小猫在那儿. Mushukcha ana u yerda. Agarda narni ustida 4-ton keladigan bo'lsa, bu ana u yerda deb tarjima qilinadi. Xo'p, keyingisi mushukcha ana u yerda. 小狗在哪儿? 小狗在哪儿? Kuchukcha qayerda? 小狗在椅子下面. 小狗在椅子下面. Kuchukcha stulning tagida deb tarjima qilinadi. Yangi so'zlarga qaraymiz. Yangi so'zlarni ko'rib chiqdik va undan keyingisi keyingi matnga qaraymiz. 你在哪儿工作? 你在哪儿工作? Siz qayerda ishlaysiz? Aytganimdek, narni ustida 3-ton turibdi va bu qayerda deb tarjima qilinadi. 我在学校工作. 我在学校工作. Men maktabda ishlayman. 你儿子在哪儿工作? 你儿子在哪儿工作? Sizning o'g'lingiz qayerda ishlaydi? 我儿子在医院工作. 他是医生. Mening o'g'lim kasalxonada ishlaydi. U shifokor deb tarjima qilinadi. Keyingi matn. 你爸爸在家吗? 你爸爸在家吗? Sizning dadangiz qayerda? E'tibor beramiz, oila a'zolari uchun kishilik olmoshlaridan keyin d ya'ni ning qo'shimchasi qo'shilmaydi, hieroglifi kelmaydi. 不在家, 不在家, uyda emas. 他在哪儿呢? 他在哪儿呢? U qayerda? 他在医院. 他在医院. U kasalxonada. Yangi so'zlarga qaraymiz. 小, 小, kichkina. 那儿, 那儿, ana u yer. 下面, 下面, pastki tomon. 儿子, 儿子, o'g'il farzand. 爸爸, 爸爸, dada. 猫, 猫, mushuk. Gov, gov, kuchuk. Nar. 3-tonda e'tibor beramiz. Bu 3-tonda kelyapti. Agarda 3-tonda keladigan bo'lsa, qayerda deb tarjima qilinadi. Misol uchun, 在哪儿 qayerda? 医院, 医院, kasalxona. 在, 在degani da degan. Misol uchun, qayerda? 在哪儿, 在哪儿? 在医院, 在医院. 椅子, 在椅子, 在椅子下面. Demak, stulning tagida deb tarjima qilinadi. 工作, 工作, ishlamoq yoki ish ham ot so'z turkumi, ham fe'l so'z turkumi bo'lib kelishi mumkin. Keyingisi 医生, 医生 bu shifokor deb tarjima qilinadi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.